Nima uchun? Nima uchun u bu qadar kuchli? Axir oddiy bir odam bo'lsa, nega bu qadar kuchli nega? Endi o'zing taslim bo'lsang ham bo'laveradi. Van Jensni tanasiga ziyon yetkazishni istamayman. Hujum qilmayotganligini sababi mani tiriklayin ushlamoqchi ekanda, mana 4 bargli grimorimga qarshi kurashib. U qayerda? Uni grimoari qayerda? Uni grimoari. Mani grimoarim qayerdaligiga qiziqmoqsanmi? Yoningda turibdi, tepaga qara. Ana u. Bu qandoq grimoar bo'ldi? Quloqsiz grimoar. Qandoq qilib? Bu odam. Aynan shu odam. Uni bu dunyo taqdir bizni to'xtatish uchun yaratgan. Taqdir bo'yicha eng so'nggi bastion. Afsungarlar qiroli sifatida men bu qirollik va aholisini himoya qilaman. Bunday bo'lsa, boshqachasiga yo'l tutaman. Uni yengishim shart.